Assalomu, mening ismim Nurona. Bu hafta men tanlagan maqol tamsil degan tama kul bo'la. Tama kul bo'la degan bak yaxshi bir maqol tamsil. Tama kul bo'laning ma'nosi degan bir ishni har kuni kichikdan qilsangiz, yilning oxirida bu ishda yaxshiroq bo'lib qolasiz. Men har kuni bir fransuzcha so'zni o'rgansam, yılın ahırda ben 365 Fransızca sözlerini öğrengen buluman. Yana tama kül bula deydi, bizge deydi. İzchil bulunlar. Bizning sınıfımızın ismi izchillar. Biz Uyg'urchani izchil mashq qilamiz. Bunda qilsak Uyg'urligimizni qutqiza olamiz. Lekin bunda qilmasak biz Uyg'urligimizni unutib qolamiz va biz boshqa chet ellikka aylanib qolamiz. Biz degan Uyg'urcha gap qilayli, yozayli, o'qaylijimi?